Hürmetli zeyliler, Büyük Vatan Soğuşu veteranları, harbiy xizmatkärler, il sog'inda turuvchi yigitlarimiz. Sizni vatanni saqlovchilar kuni bilan shin ko'ngildan qutlayman. Bu shin yigitlarning kuchli ruhli, botirlik, nomus ham obro'y kabi sifatlarga ega bo'lularini rostli turgan bayram. Rossiyaning harbiy botirligin ham so'g'ishchan donin simvollashtiruvchi elgi bayramda biz vatanimiz soqchilarına hurmat ko'rsatamiz. Bizning har biribizda o'zining kundalik xizmati bilan tug'an rayonimiz ham respublikamizning donin ham quvvatini orttiruga ulush kiritadi. Tuğan жерimizni faşist il basarlarından saqlab qolgan Büyük Vatan Soğuşu veteranlarına, tılda jingу күнін yaqinaytuğa o'zlaridan zo'rilish kiritgan til xizmatchilariga ig'tiborimiz cheksiz. Onlarga loyiqli olmosh bo'lgan lokal konfliktlar veteranlarına, zapasdagi redovoy ham ofitserlarga, bugungi kunda il sog'inda turuvchilarga rahmat bildiram. Bugun munisipal rayondan 100 dan ortiq yigitimiz o'zining harbiy burishini o'tay. 30 ga yaqin zeyli kontrakt bo'yicha xizmat etadi. Yaş buun ota-babalar o'rnagida tarbiyalana. Bolalarni patriotizm ruhында naqli ixtiyor kuchli etib tarbiyalау, o'z tarixingni bilu, o'z xalqingning urf-odatlarini hurmat etu rayonning kelajakda imin o'sishi negizi. Borig'izga da qo'yilgan maqsadlaringizga erishuvingizni qiyoqlik, ruh naqlig'i, tinch ko'k yuzi, salomatlik ham baxт tilim. Zo'r ehtirom bilan Zey munisipal rayoni boshlig'i Razif Karimov.